Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga xush keldingiz. Kanalimizda Qaynam o'rkishi, Chala tekkan o'q, Manas daryosidan qaytish, Anjamboy, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq idir, Turma xotirlari mahbus ruhlar, Sabit Damullamning qisqacha tarjimali, Xo'janiyaz hojining ish faoliyatlari qatorliq asarlar bor. Asarlarimizni yoqtirib anglishingizni qarshi olamiz. Asarlarimizni yoqtirgan bo'lsangiz, do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'ying. Rahmat. Amdi anglaydiganlar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Sakrab yegan lag'manning ta'mi. Kamirda yegan tunji uy tamoqi Lag'man Abdusalomning iltifoti edi. Lag'man bo'lib kamirga kirgan madadni, shu atrofdagi Uyg'ur mahallasidan kirgizilgan shu mehrni oqqa ugunib qilib tutilgan betalay Abdusalom yetkizgan edi. Amgak kameraga qamalgan Abdusalom qamoqxona atrofida o'ltirgan onasi etib kirgizib bergan lag'manni ajoyib xatarga tavakkul qilib, gelidan qisinib manga yegizgan edi. Uning ota-onasi qamoqxonaga yaqin mahalladagi zavodda ishdan qolgan sobiq ishchilar bo'lib, ular asli kalpinlik ekan. Abdusalom manga kalpinda bir yosh bolaning qatnash soqchisining qo'lida etib etilganligini, tekshirish punktidan motosikletda to'xtamay o'tib ketganligining jinoyat bo'lib qolganligini so'zlab bergan edi. Uning voqeadan keyin yuz bergan namoyishda kishilarning bostirilganligini, soqchilarning zo'ravonligini, tutilganlarning ko'p ekanligini so'zlab o'ltirib, o'zini tutolmay o'ksib yig'lab ketgini helimu esimda. Abdusalom heroin sababli tutilib, 6 oylik kesilgandan keyin turmaga yo'tkalmay qamoqxona koridorida tamoq to'shishga silingan edi. Bundaq 6 oylik kesilganlar turmaga yo'lga silinmay qamoqxonadagi amgak kameri deyiladigan yerda turadi. Ular bir qadar erkin edi. Ular qamoqxona ichida tamoq etish, qo'roning tozaligini qilish, gundupaylarning ishxonasini tozalash qatorliq ishlarni qilib, jazo muddatini to'shqizatdi. Abdusalom har kuni nashtaga umoch va mo'ma ekilib, men turayotgan kamerning ishkiga yaqinlashganda, sap urumchi talaffuzda "Barmisan aka hey?" deb chaqirib o'tib ketadi. Keyincha u "Gulan apandi" deb chaqiradigan bo'lib oldi. Uningga taxallusim va asarlarim haqida hech nima demagan edim. Balkim qamoqxonada ishlaydigan Uyg'urlardan anglagan bo'lsa kerak. Balkim qamoqqa yo'qlashga kirgan ota-onasidan anglagandu. Yoki koridorda advokatlardan anglagan bo'lishimi mumkin. Mayli kimlar bo'lsin, ta'rifimni qilgan shu yoranlarga minnatdorman. Shu kunlarda Abdusalomdan bir qancha oy har saharda anglanib turgan "Gulan apandi" degan shu so'z mening sangilgan beshimni tik qilatdi. To'g'risi har sahar meni erkin hayotga talpindirib bir tasalli, bir umid va bir chidam bilan reallikqa kulimsirab yuzlanishimga sabab bo'lgan edi. Bir kuni tushdan keyin havolanish vaqti edi. Kamerning orqa hovlichiqi bo'lgan havolanmada mengib chiniqayotgan edim. Tuyuqsiz orqa tomning kaynidan "Gulan apandi" degan ovoz keldi. Orqadanla Abdusalomning "Abduvali aka, opam lag'man kirgizib ekan, yeb biqing ha" degan ovozi anglanib, yaltiroq xaltaga o'ralgan bir tutam lag'man tomdan ortilib sim to'r ustiga tushdi. Havolanmaning usti ochiq bo'lib, to'mir chiviqlar bilan nirshatkilanib, orasiga sim bilan to'r to'qitilgan edi. Yaltiroq xalta bilan cho'rilgan lag'man sim to'rning ustiga tushib chechildi. Qo'rma va cho'plar arashlardan sangilab turib qoldi. Men bo'lsam, pastga tamchilayotgan qo'rimining suyi qayerga tamsa, shu yerga kakuk bolasidek og'zimni tutdim. Oxiri chidab bo'lolmay, sangilab turgan cho'plarni sakrab yeyishga boshladim. Lag'manning boshlarimga tamchilayotgan mayliq suyi isrof bo'lmoqda edi. To'xtamay sakraydim. Sangilab yerga tushib ketayotgan cho'p bilan lag'mandan oqqan sharbatning biriga turmay amolim yo'q edi. Sakirsam og'zim yetadiganlari tugab,
Qolgan 5-6 tal çöpkə hər qancha səkirsəmmo çarəm bolmadı. Araşdın bilinar-bilinməz sangılap turğan qoruma və şu çöplərgə müşükdek qarab turdum. Qorumaның suyumu tamçılap tügedi. Bir qancha çöp lağmən sim torunun araçlarından görünüp turğaçqa ya ümit üzüp ketkim kelmeydi, ya ki səkrəp yiyəlməydim. Qamoqdagi shu qara kunlarda sim torning ustida qilib yeyolmagan lag'man doim qo'rsqim ochganda ko'zimga ko'rinib ketadi. Ba'zida tushimda ayon bo'lib, kechicha yeyman deb yeyolmay sakrab tushib chiqatdim. Shu ko'rinish keyingi qamoq hayotimda doim ko'z oldimdan ketmadi. U lag'man shu qadar o'xshag'achqimi yoki qamoqda yegan tunji qitimliq uy tamoqi ana tamoqi bo'lg'achqimi, shuningdek o'xshagan bir lag'manni bugungacha qayta yeb boqmadim.